idi. Yürek yüzünü nakşan bileni. Körvatqanыңlar taamlarınızga şerinten beg'ishlovchi baş ustam yurishlik taam tetib qo'llari tajidorligidagi et naqshani programmasi. Salam vücududan urg'ib chiqqan eng o'tliq hissiyotlari bilan yiqimli go'zal kuylarni elib sahnamizga kelgan san'atsiyar qalbdoshlar. Riyosatchi Elnur Ibrohimdan hammalarga o'tliq salom. Salam yurtida yalqinjab turgan o'tliq ishtiyoq bilan raqobat sahnamizga dodil atlangan jangovarlar. Riyosatchi Abduxabir Abdunabiydan hammanglar o'tliq salom. Didor g'animat. Salam san'atdan zavq olib ma'naviyatimizni rangdorlik egib kelayotgan ekran oldidagi ko'rmanlar va baholovchi ustozlar, jumladan bizni har joyda qo'llab kelayotgan suyimli korxonchilar, do'stlar raziyabizdan hammalarga mehrli salom. Vakillarininki arqa-arqadan maydonga kirishi bilan bugun mana biz programmamizni nihoyatda utuqliq, o'ng'ishli boshlab oldik. Xush ko'rman do'stlar, dehqonlar bo'layotgan Urumchi radio televiziya stansiyasi bilan Okean tarafqusi birlashib ishlagan cho'ng tipdagi televiziya san'at programmasi Et naqshani programmasi. Xo'sh, undaq bo'lsa, mahirlarimiz sahna orqasida cho'qim taqozo bo'lyapti. To'g'ri. Bugungi mahirlarimiz o'zining talantini va mahoratini qanday namoyon qiladigandu, ular o'zlarining qanday yaqinlik cho'q kuylarini olib kelgandu. Endi fursatni mahirlarimizga bersak. Qani, birlikda o'zimiz. Yaxshimisiz Alibtekin? Yaxshimisiz. Alibda ekranda ko'rmalarga bir salmoningizni yo'llatamsiz? Yaxshimi televizorda ko'rmanlar. Men Urumchidan yosh naqshchi Alibtekin olimdan hammalarga o'tib salom alaykum. Rahmat, qarshi olamiz Alibtekin. Mana sahnaga chiqish oldida turyapsiz, hozir jiddiylashyapsiz. Jiddiyleşmedim sevni bek yağan bo'lib qoldi. To'g'ri jiddiyleşdim. Endi tunji qatam shunda cho'ng sahnaga chiqqandan keyin ham odamda sal jiddiylashish bo'lgan. Shu jiddiyleşdim hozir. Yurkim shuna dip so'qib. Lekin shundaqdimi? Eli sahnaga chiqqandan keyin jiddiylikni pasaytirib, eng yaxshi ro'yolat bilan keyingi o'tkalga o'ng'ishib o'tishingizga chin dilimdan tilakdoshlik bildiraman. Unda xayrat qiling. 谢谢大家。尊敬的各位来宾，尊敬的各位导师以及企业家，大家好，我是来自乌鲁木齐市的阿利夫特坎阿利木，再次感谢大家，谢谢。yaxshimi korxonchilar, yaxshimi ustozlar, men Urumchidan kelgan Alibtekin olim. Alibtekin, xush kelibsiz. Yurtni kuylaydigan naqshgan, shunday yaxshi aytdingiz. O'zingiz nima ish bilan shug'ullanasiz? Operator. Ha, yaxshi. Yaxshi ya. Demak, naqsh aytish sizningki ishdan sirtqa havasingiz naqsh aytgan chaqda siz naqsh aytishga noyati hirisman ekansiz, shundaqmi? To'g'ri. Sizning aytgan naqshingizga baholovchilarimiz qanday baho bergan anglab boqaylik ya. Wang Jianjiang 导师，首先从您这儿开始吧。 Operator Alibtekin 摄像师 Alibtekin 您好。 你好，你好。我觉得那个您选了一个许巍的歌，一下把大家的那个情绪全带动起来了。谢谢老师。那种情绪啊，一下就燃起来。我觉得，你的爱好应该也挺广泛的啊。我感觉在这个歌曲里，这个自由的风格一直都在，但是还融入了很多你喜欢的风格在里头，我觉得挺棒的。就还是那个一点点建议，就是那个词，如果能在那个发音能好一点的话就更好了，但是我觉得你的这种情绪已经把大家征服了，我觉得大家都在跟着你走。谢谢老师指导，谢谢。您的意思是涂词的时候比较那个正确一点，发音到位一点，是吧？对，一点点，就是一点，已经很好了。哎，行，好的，谢谢。Halida Ustaz. Suyumlik Alibtekin o'g'lim, xush kelibsiz. Rahmat. Sizni sahnada ko'rib xush bo'ldim. Meningcha sizning o'sha sahna qiyofatingiz, sahnada turishingiz, naqsh aytishingiz, naqsh tanlashingiz hozirgi shu jamiyatimizdagi psixikasi intayin to'g'ri bo'lgan o'sha yoshlarimizga eng yaxshi ulgu bo'la oladi. Sizning naqshingizni men bek yoqtirdim. Rahmat ustoz. Muborak bo'lsin, men sizga bir chiroq yondiray. Rahmat. Rahmat Halida Ustaz. Alibtekin. Nimamsiz? Canlıqtır naqshangdek. Et naqshangni programmamiz kelganingizni qarshi olamaymiz Alibtekin. Rahmat ustoz. Bu tipik hamda yengshi yog'in deb qo'yamiz hamda muzikaning uslovida. Siz bu shuningki shu asli o'rinlig'ichisininkini agishib turib aytishda hamda bu agishib turib aytish ikkinchi bir naqshni shunda aytishdan direkt bermaydi lekinchi
Yani bu hem de bu yaşlardaki umumyüzlük ahval. Lekin bu to'g'ri. Doğrab aytish kerak, doğragandan keyin o'zininki his qilish bo'yicha o'zining yo'lini topa oladi endi. Muntazam tarbiyalanmagan ahvol ostida. Lekin mushumi tas. Mushunda tas bir narsani qamlashtirayotganingiz uchun men chiroq beraman. Rahmat. Rahmat, Gulsat ustoz. Am Cho'lpon ustoz sal keskinroq. Qani anglab baqayli. Yaxshimi? Alibdiki. Yaxshiman. Mening bir savolim bor turibdi. O'zingiz operator ekansiz. Sizning naqshi aytishingizga birisi sababchi bo'lganmi demoqchi. O sebep bo'lsa mening shu o'zimni hamda shu opamning orzusini hamda chiban eng muhimi desak mening o'zim shu hammalarga shu butun xalqimga shu butun Şinjan'a butun Jongoga bir tunutqum ben. Anangizni tilga oldingiz. Apangiz demak, apangizningki sizningki shu Churin Todi bo'lishingizni xohlaydi ekanda, kelgusida bir cho'lpon bo'lishingizni xohlaydi ekan deb o'yladim. 我想看看你妈妈，你妈妈来了吗？你在吗？ Qanday bo'lsa, biz qizg'in olqishlarimiz bilan Olibdikning opasini sahnamizga taklif qilgan bo'lsak, 欢迎。 qarsagimizda deyishmi, yaxshimi, xush kelibsiz. Hozirgi hissiyotingizni bilib boqimba, chunki Olibdikin sizni alohida tilga oldi. Salam, bahalıqçı ustazlar. Salam, her qaysadın kelgan güzel, ak ko'ngil karxanchilar. Televizor oldidagi barliq ko'rilman do'stlar. Men Olibdikinning opasi Malika ablizdan hammanglarga salam. Bay oğlum naqsh etishimga apamning arzusi ham o'zimning arzusi jug'urilgan degan mazmunda qildi. Buni men o'zimning arzuyim degandan bakrak bir onaning o'g'ilning qalbidagi yurak sadosi desam bo'ladi. Bu yer kichik bir hikoya ibodat beray. O'g'lim 16 yosh kirgan tug'ilgan kunda men bir gitar sovg'a qildim. Sababi buning mushu san'at jihatda azroq talanti borligini his qilib qoldim. Shu gitar buningga sovg'a qilingandan tutib, mening balam gitar, daftar, qalam, telefon arıstalan bo'ldi. Nima uchun deganda, har zaman telefondan not ko'chirdi. Gitarning padisini qanday tutadiganini ko'rdi. Birdan bir daftarga yozdi. Gitar o'rganib naqsh etishninki ma'lumi telefon desam bo'ladi. Men bu yerda bir ishni to'g'ri qildim deb o'yladim. To'g'ri qilganim balamninki arzusini ham alaydigini bir ana bo'lish majburiyatim bilan, hushyorligim bilan sezibdim. Shu men balamni bu to'g'ri yo'lga boshlay oldim. Mana bugun sahnada turibdi. Har biringlarning oldida naqsh etibdi. Meni xo'sh qilib, mushu sahnaga kelib chiqdi. Suyundim, xo'sh bo'ldim. Ham o'g'lim hem hemrayim, hem sırdışım, hem yülençigim balamninki bunundan mı büyük neticelerge müyesser buluşun dileyim. Mübarek olsun. Rahmet. Hammamizni shundoq hayajonga soldi. Rahmat, rahmat, rahmat. Shundoq. Men de mening buni nima uchun bunaqa deb qoldingiz deganda, Ali Putabeshay ana ustiga shu sahnaga tug'ilgandaklamchi. Siz haqiqatan yaxshi bayqabsiz. Mening o'g'lim bor 18 yosh kirgan. O'g'limni 8 yosh vaqtida men mush ishga o'tkidagi Jangshi Xunga qo'yib apirib shunda chiroyli usullarni o'ynab, naqshlarni aytib qilgan. Lekin mening o'g'limni naqsh qilish maqsadim yo'q. Ammo lekin men sizda qilib boqqan. Gitar padim, arxillar yangi ishkirdagi barliq o'yinlarga apirib mushning qalbida shundaq bir narsa bormidi deganlarni o'yladim. Lekin o'g'lim bu kasbni qilmadi. Ammo lekin men o'g'limning men shundaqsiga har birimiz o'zimizga munosabatli uchurlarni bildiganmiz emasmi? Shunlash men bildigan shu uchurlarni men to'plagan shu boyliq jimmaylarni ishlatishni to'liq xohlaydim, lekin o'g'limning o'z oldiga boshqa o'ylari bor ekan, uni hurmat qildim. Shunlashqa shunda suyundim. Rahmat. Ali Rahmat Cho'lpon ustoz. Chiroq yondirsiz cho'qim albatta. Vallahi kadinglar. Rahmat, yana bir qatim rahmat. Rahmat. Qudrat ustoz, sizning bahoyingizni anglab qolgan gapni qilishamiz, ha? Shaxsan men ko'z oldimdagi bu manzarani ko'rib, ko'zim yosh chiqdi.
Özüm tutib olamadım, hayacanlanıp ketdim. Çünkü Mahmud del şu anımız desem bo'lmayotgan. Malika. Mushu Alip Tekinning anısı aytgandek, Mahmud del şu yaşta anam bana bir gitar soğuk qilgancha ko'z oldim kelib ketdi. Siz sizning talantınız ananız ya baxtırıp bayqapkanda. Mushundaq farzandlarining orzusini yandırıp turgan analar bo'lsin. Her kimning analari aman bo'lsin. Alip Tekin ovozdan, turqidan jasorat yig'ib turgan bir yigitga. Ortiq gap qilmay, men chiroq berdim. Rahmat, Qudrat ustoz chiroqni yandirish unutib qolmag'aysiz. Rahmat sizga. Xo'shundoq bo'lsa, bog'liqchilarimiz sizga yaxshi baho berdi. Korxonchilarning albatta moyilligini qo'lga keltirishmi muhim. Qani korxonchilarimiz Alip Tekinning bahosi sizlarga yordimi yo'q? Ko'rib boqaylik. Xo'sh, sevimli korxonchilarimiz hamma chiroqlarni yondiribdi, yeşil chiroqlarni, Alip Tekin uchun yondirgan yeşil chiroqlaringizga yana bir qatam rahmat aytaman. Rahmat sizlarga. Xo'shundoq bo'lsa, biz korxonchilarimiz vakillaridan Artoyi yurishlik kirim buyumlari, yuz terisini asrash mahsulotlarini maydonga keltiruvchi, mana bu markani maydonga keltiruvchilardan biri bo'lgan Güzel Risolat xon qizining ko'ngil bayonlarini anglab boqqan bo'lsak, marhamat Risolat. Alip Tekin, inim yaxshimisiz? Yaxshimisiz. Sənimiz xush gəlibsiz. Bu Guşang degan naqshini har xil manbalar bor. Men tunji qatim anglagan vaqtimda Parat Xalq akamiz bilan Wangzhou ma'lumningki etqinni bek yaxshi ko'rgan. Anglagan vaqtimda tunji qatim CPU kodalarim chiqib ketgan. Shunda ganjus bilan haqiqiy voyaga yetkazib o'rilgan asli manbasi qaragandimi, men ashta o'ylayman, hamda menga bek yorgan. Men eng yaxshi ko'rgan naqshini yeb kelibsiz. Sizga rahmat. Bu naqshni o'rlashdi bo'lsin, mayli sahna qiyofatingiz bo'lsin, harakatlaringiz bo'lsin, shundoq ochiq, erkin, bizga shundoq rahat to'yg'u berdingiz. Men azroq ko'nglimni ag'ash keldim. Bu ko'nglimni sizni tarbiyalagan ash mehribon onangiz, ya'ni Malika adamga sovg'at qilaman. Artoyi eslizat teri asrash buyumlaridan teri go'zallashtirish, qerishni kechiktirish yurishligimizni onangizning menga yumshoq, yosh ham go'zal turish uchun program tükkanida o'z qo'lim bilan topshirib berman. Rahmat. Risolat xon qiz, rahmat sizga. Rahmat, nihoyatda ahamiyatli bir sovg'a bo'ldi ya. Sizga ko'p rahmat. Alip Tekin, keyingi o'tkalga nihoyatda o'ngishli qadam bosdingiz. Hamda keyingi o'tkalga utuqli qadam bosganligingizning nishoni namoyandasi sifatida biz Xinjiang O'snigul savdo chekish shirkati Ko'rli tarmoq shirkatining qonuniy vakili bo'lgan Mihray xonimni o'z qo'li bilan sizga medal isib qo'yishga taklif qilsak, qanday bo'lsa Mihray xonim, sahnamizga marhamat. Mihray xonim, xush kelibsiz. Rahmat sizga. Rahmat. Alip Tekin, yana bir qatam muborak bo'lsin. Rahmat. Sizni qutlayman. Keyingi musobaqa bosqichida yaxshi natijaga erishishingizda 5 nafar ustozning orasidan bir ustozni yetakchi qilib tanlashingiz shart. Chunki ana shu yetakchi ustoz sizning musobaqada texnik yaxshi natijani qo'lga keltirishingizga ustoz bo'la oladi, yetakchi bo'la oladi. Siz kimni tanlaysiz? Men tanlashni o'tgandim endi. Mening bo'lsam shu 5 nafar ustozdan hammalarni bek tanlag'im bordi. Lekin cho'qim birini tanlamasam bo'lmaydi ekan. Mening eng og'riq tanlashim bo'lsa, Dilshod Ma'lum. Dilshod ustozni tanladingizmi? To'g'ri. Muborak bo'lsin Dilshod ustoz, yana bir yaxshi shogirdga erishdingiz. Tirishchan, irodali bir shogirdga erishdingiz. Sizni tabriklaymiz. 再次迎着我那不安的心。 Özünün g'oyasini ishga oshirish uchun davomli tirishishini, olg'a ilgirlashini chin qalbimizdan umid qilamiz. Alip Tekin, texmi tirishing. Alip Tekin, muborak bo'lsin. Mana nihoyatda yaxshi natijalar bilan sahnadan tushdingiz. Bizning 5 nafar baholovchi ustozimiz tanlachroq yaxda shunday qo'y. Hozir hayajonli o'tamsiz. Shunda hayajonli bebayqiyliqi, tamtirashning, ansirashning hech qaysi yo'q hisob. Shunchalik xushal mush munosabatlar shu televizorda ko'rmanlarga mening naqshamni yaxshi ko'rib, mening naqshamni qo'llab, meni e'tirof qilgan butun do'stlarimga rahmat aytaman. Hamma ko'rmanlarga rahmat. Rahmat, biz ham sizning kasbiy hayotingizni utuqlaymiz. Undan boshqa
Programımız qatnaşqan bahalovchi korxonasining mazraq konsol sibaka, ya'ni Şinjan yangi iqlim biopan texnik chekish shirkati, Zunnas xalqaro savdo chekish shirkati shunaqla namuna grim buyumlari savdo chekish shirkati ta'minlagan bir yurish buyumlar qabul qiling. Xo'sh, qadrli ko'rman do'stlar, Dehqonlarda bo'layotgan Urumchi radio televiziya stansiyasi bilan Okean taratqusi birlashib ishlagan Et Naqshangni programmasi. Andi tövəndəki mahirimizni qızğın alqışlarımız bilan sahnaga taklif qilgan bo'lsak, bu mahirimiz yana qandaq go'zal kuylarni epib kelgankin, birlikda anglab baqaylik. Marhamat. Qarab faqat to'ymay o'tdim ko'zingga, yurak bag'rim suv bo'ladi sizingga. Bu olamdan topolmayman o'zimni, agar yoqsam yüzlerimni yüzüge. Salında yitip candım geçeymen, senin bilen jiroqlarga ketaymen. Yuragimni ikki qo'llab sunayman, her kılıp esip algın bu yenge. Yürgünni iki kollap sunayman, her kılıp esip algın bu yenge. Her kılıp esip algın bu yenge. Salam hörmətli ustazlar və hörmətli kəsbçan karxançılar, mağlarının bu vaxt xeyirli olsun. Korlu şəhərdən Burhan Rəhmətulladın sizlərə otluq salam. Et Naqshangni proqramımız arqılıq yüz görüşkünümüzün ayet xoş alman. Salam Burhan efendim, hoş geldiniz. Bağlıq ustazlarımız qandaq bahalan berdikin. Dilsat ustaz siz tayyor bo'ldingiz, anglab baqaylik oldi bilan. Burhaniddin muborak bo'lsin sahnimizga kelganingizga. Shunda güzel bir kuylan bizni shunda bir shaxsan meni mast xush qilib etdingiz. Bu naqshi haqiqatan hammamizning esida bor, yodida bor naqshlar, jingdian naqshlarning birida. Bunun üstüge hazırmaz Burhan'ınki tarihi qarab baxsam mı tanıştırışıga. 2005'ten başlap müzik çelişini özlüğümde ügünüp restoran klublarda işildim. Digine 15 yıl oldu da. Men mi izchil şu qarashda naqshchilar bir chalg'uni uqqan ahvolasida naqshni intayin bir ovoz nimalarga sezgir holatda ayta oladi. Chiroq ketdi. Chiroqni topshirib oldik, rahmat sizga. Badımandırı. Halida ustaz. Burhan'dan xush kelibsiz. Siz bizga shundoq chiroyli bir naqshni ep kelibsiz. Rahmat. Her jihatdan, ovoz jihatdan bo'lsin, sahnadagi qiyofatingiz, o'zingizni tutilish jihatdan intayin yaxshi. Men siz uchun bir chiroq yondirdim. Rahmat. Yondirgan chiroqingizga rahmat. burhan ben大哥你好，
我觉得您那个唱的特别棒，我觉得也听了好多阿卜杜拉哥的那个音乐，我觉得感觉也挺好的，所以为您点亮。库尔勒是一个特别美丽的城市，然后期待在下一次再去库尔勒，在库尔勒能碰到你。欢迎欢迎，谢谢。非常感谢。Qudrat ustozga baqamsiz. Qo'yib boqaymi? Burhondan apandi xush kelibsiz. Pishqan bir naqsh ekansiz. Shuna xush bo'ldik. Mushu sakinimizga yo'sin qo'shdingiz. Vaqt olmay, chiraq berdim. Rahmat ustoz. Rahmat. Burhondan rahmatulloh. Xush kelibsiz. Tarjimonimiz hozir Dilshod deb bo'ldi, lekin mening deydigan gapim yandırğan ne deydiken çırak. Yandırğan bilen buldiken çatak. Şundak mı? Anlatılış gerek de. Bugün şu Dilshod Avu Müslüm'ninki Cünkcan soğuşaydı. Çırak yandırğan bilen mi? Yandırdı, şagird qabul qildi degandek. Monopol qilib oldimi deyman. Sho'ng'lashqim men yandırğan bilen mi çatak chiqamdi deb. Amiya programmamizdan kimda yansu qilib kelsak bo'lmaydi emasmi? To'g'ri. Mayli kimni tanlashingizdan qat'iy nazar, o'tag'ilib ustoz deb kesib qo'rinib ketimi. Sizlardan günimiz bizning faqat biz bildiganlar ancha-muncha ilmiy azroq yani bilimizga hamda men Cungo yaşayan muş 20 yıl jaryanında tiriş jaryanımda benim okuğunum hemmisi avazcı. Avaz nakşı etiş hem nakşı etiş degen o ayrım bir ilim. Anandikin bu avaz degen ayrım bir dünyada bunun teknikisi var da ciçası var. Demek muş ciçanın ügünü vağanda nakşını şunda çıraylık eğir keme etkili oldu. Hem de sizdeki meselelerni siz kimni tanlasanız şu hal kıldı. Her qaysı özümüzden kurbetimizden yetişçe bilginimizi de birimiz. Benimki demekçi boğunum hem sizde şu sel-pal xo sen cevap dep koymiz. Onda gap qilgandagi ovozimiz bak rahat bak chiroyliqga avjiga chiqqanda mundaq keyin taraf bilan aytadikansiz naqshini. Shundashqa ashuni sal bir hal qilib tushirib olsaklar mau naqsh aytgandagi ovozingiz bak chiroyliqga puroqlar bak yaxshi ugunish tegishlik chiroqni yoqmay turolmayman. Ama lekin ixtiyoringiz kim talsangiz bo'laverdi deb gapnimi deyolmay turolmayman. Sababni o'zingizdan janchans qildingiz. Ya ishqib bir oldin ba'zi bir bishoratlarni badi ham deb o'yladim o'zimcha. Unda xursand Burhonninga yaxshi baholarni bergan, eng muhimi 5 dona chiroqni yondirgan sevimli baholovchilarga rahmat aytamiz. Rahmat sizlarga. Endi sevimli korxonchilarimiz sizlarning oilangiz qandaydir Burhonninning naqsini yoqtirdinglarmi? Qani qo'linglardagi ana shu huquqlarni bir ish qilib chiroqlarni yondirib boqqan bo'lsanglar, mana yeşil chiroqlar yonib ketdi. Yeşil chiroq yongandan oldiga mangimiz. Islar. Xo'shna Xo'sa korxonchilar vakillaridan Xinjiang Ziyoda Biopan texnika savdo cheklik sektorining qurg'uvchisi, shundaqla Ziyoda markasi va Nozimi markasini maydonga keltiruvchi hurmatga sazovor Farhod apandimning ko'ngil bayonlariga quloq solaylik. Marhamat. Rahmat. Bugungi sahnimizga xush kelibsiz. Naqshingizdan nihoyatda huzur oldik. Men hamda bugungi sizningki shu g'alabingizni, dastlabki qadamdagi g'alabingizni tabriklash yuzasidan Xinjiang Ziyoda Biopan texnik shirkatimiz bilan Jongo Korea Organik terasalash tadqiqot markazi birlikda tadqiq qilib ishlab, Ziyoda markasida ishlab, bozor sog'an Ziyoda markasidagi terasalash buyumlaridan 2000 yuan qimmatidagi shu terasalash yurishlikni sovg'a qilaman. Oilangizdagi xonim qizlarning go'zalligi uchun bir qo'shgan narsam bo'lib qolsin. Rahmat. Rahmat. Rahmat sizga. Demak Burhoniddin baholovchilarning shundaqla korxonchilarninki shunday yaxshi baholarga erishdingiz. Ular sizni shunday qo'llab-quvvatladi. Siz keyingi o'tganligiga muvaffaqiyatli qadam bosdingiz. Keyingi o'tganligiga muvaffaqiyatli qadam bosganligingizning nishoni sifatida namoyandasi sifatida biz korxonchilarimiz vakillaridan Xinjiang Mehrlan Savdo cheklik shirkatining qurg'uvchisi Xonqiz xonimni sizga alohida medalni taqib qo'yishga taklif qilsak. Burhoniddin yana bir qatam tabriklaymiz. Muborak bo'lsin. Rahmat sizga. Burhoniddin sizga yana bir qatam tabriklayman. O'shuna qo'sa oxirgi o'tganligiga kelsak, 5 nafar ustoz o'tiribdi sizni saqlab. Meni tanlamikin deb. Siz mush 5 nafar ustozniki yetakchilikka bo'lib keyingi bosqichdagi musobaqada texnik yaxshi mahoratingizni namoyon qilishda bek muhim rol o'ynaydi. Shunga tanlangizni bek ishlatib, bek o'yinni tanlang.
Baş ustam, mana bu baş ustam. Gengo hogo somifen da pencini. Her xil gıza korum hem comacini. Okştusiz acayip, heyran kalır halayık. Mana hey baş ustam. Okşap gitti. Vay demedim mo, vay demedim mo. Mana hey baş ustam. Baş ustam yürüşlük temtit kılır. İcadiyat işlerim var, hamdan buluşturmuş. Dilşat Ustaz karar çıkarım. Qanday bo'lsa, ustozingizdan ko'rishgaysiz. Sizga zo'r utuqlar yor bo'lsin. Keyingi bosgan qadamlaringiz texmi o'shliq bo'lg'ay. Muborak bo'lsin. Yürek bağrım su buludu sizinle. Bu alemden tapalmayman üzümni. Mahirimiz Burhandinmi qutuqliq. Keyingi o'tkalga yo'lga sap qo'ydik. Endi keyin qanday natijalarni qo'lga keltirdi? O'zining irodasi ham tirishchiligiga bog'liq. Tuanni maydonga chiqmoqchi bo'lgan mahirimiz kimdi? U bizga qanday naqsni yeb kelgandi? Uning naq maydondagi mahorati yana qandaqdi? Biz tuandagi mahirimizning yaqinlik naqsiga quloq solaylik. Yaxshimisizlar? Aldı bilan ekrandagi ko'rmanlarga o'zalan salomini yo'l etamsizlar. Salam ekran oldidagi barliq ko'rmanlar. Men bu qitimliq musobaqa qatnashgan Zubayda Abduxelildan hammanglarga o'tliq salomlar bo'lsin. Rahmat, qarsalmaysiz Zubaydada. Men mushu atdigan yog'im mushu musobaqa qatnashgan moyirlarni birdan-bir ko'rib turyapman. Bu moyirlar bir-birisidan qaltis, bir-birisidan kuchli moyirlar. Shunchalik yaxshi aytyapti, bir-birisidan yaxshi bularning hammasi. Shunga men bilan tang mushu musobaqa qatnashayotgan har bir moyirga ko'plagan tilaklarim bor, oliy tilaklarim bor. Hammasining utuq qozonishini umid qilaman. Mana sahnaga chiqishni o'tolmay kelib qopti. Unda bo'lsa, tayyorlik bitdimi? Bitdi. Eng yaxshi holatda keyingi o'tkalga o'ng'ish o'tish uchun tan g'ayrat qilaylik. Unda bo'lsa, qiling sani marhamat. Tang seher gülüşü Xudoye sayra şirin canim bulbulum Tang seher gülüşü Xudoye sayra şirin canim bulbulum Sen yürek ilham çiçeği Hoşboy kadir danim bulbulum
Salam, ekran aldidagi barliq ko'rmanlar, shundaqla bugungi musobaqaga bosh baholig'chi bo'lib o'tgan barliq aziz baholig'chilarimiz, yana shundaqla bugungi programmani qo'llagan barliq korxonchilar. Men Nilqi qizi Zubayda Abduxalildan hammanglarga o'tliq salomlar bo'lsin. Rahmat. Undaqda baholig'chi ustozlarimiz qanday baholarni berdi ekan? Zubayda xush kelibsiz. Bu naqshini, bu elining bu xalq naqshini pek chiroyli aytib o'tdingiz. Mayli hissiyat, puraq bo'lsin, tex oshirib aytdingiz meningcha. Rahmat. Siz pishqan naqsh ekansiz asli, ha? Nalar qolgan bo'g'aytingizga, mushu. Endi mushu G'o'ljida aytayotgan mushu naqshchi qizlarga shtaq bir azroq bir fikrim bor endi meningcha. Mushu eli naqshlarni aytgan vaqtida azroq yumshoqroq erlardek bunday qattiq olmay yumshoqroq isaq ayollik nazokatimiz bilan texmi yiqimliq chiroyli chiqamdiki deb o'ylayman. Bu azroq fikrimjimi? Muborak bo'lsin. Keyingi o'tganga o'ng'ishli o'tishingiz uchun men sizga bir chiroq berdim. Rahmat. Muborak bo'lsin. 张江张导师，苏白的姐姐你好。你好。您这首伊犁的歌曲唱得特别好，而且特别有味道。因为每年夏天的时候也会到伊犁去。我觉得刚才听着，其实今天刚好可能只有一个这个独塔尔来伴奏，可能有点弱。如果像我们在伊犁在那个园子里面坐着，然后有电子琴、guitar、dutar、tambur，如果再加上的话，加上您的声音，肯定会更美。我觉得特别棒，谢谢。谢谢。Muborak bo'lsin. Qani, Dilshod ustoz. Zubayda xonim, ayt naqshani sanasiga kelganingizni intayin qarshi olaman. Rahmat. Mush sizdek naqshida ham pishqan, ham shu pishqanlikni bir joriy qildiradigan sahna topolmayotgan bir lag'a nisbatan intayin yaxshi sahna bo'libdi. Ben şuna da intayin ayacalandım. Eli xalq naqshisi bulbulum nayt yaxshi icra bo'landi. Sizga men albatta chiroq yoqaman. Rahmat ustoz. Cholpan ustoz. Zubayda xonim, yaxshimi? Tashqima. Naqshingizdan shundoq huzurlandim. Bak oqsa aytib o'tdingiz. Rahmat. Qudrat Abdulla ustoz. Zubayda xonim xush keldingiz. Mushu sahnimizdan gul endi gul. Qanday ta'riflashni uqmadim, shunda sortliq bir ovozning egiskansiz. Rahmat. Men xatolashmasam bir so'rab baqaya. Ilgari bir to'plamingiz bor deymi? Yo'llig'im deydi qana. To'g'ri. Men shu 99 san'at maktabiga o'qishga kelgandan keyin 2000 yili shu bir plastik ishlab chiqargan butunlay xalq naqshi asosiyatni eli xalq naqshlarini asos qilgan ijodiy naqshlarni asos qilgan bir plastik ishlab chiqargan. Rahmat shuni esingiz tutganingizga. O'zgacha bak o'zgacha ovoz bo'lgandan keyin bak qanday deymiz? Mushu ovozni shunday yaxshi ifodalangan men o'zim naqshlarni tanlab anglayman shu vaqtda bir esimda qolibdi ekan. Sahnimizga xush keldingiz. Keyingi qadamlaringiz texmo yaxshi bo'lg'ay. Men chiroq berdim. Rahmat ustozlar. Mana chiroyli biz seg'ingan, biz hurmat qilayotgan esir kuylardan biri bo'lgan eli xalq naqshlarini nihoyatda chiroyli holatda etib 5 ustozning moyilligiga erishgan Zubayda Abduxalil xonimga yana bir qatam tashakkurimizni bildiramiz. Muborak bo'lsin. Rahmat. Endi keyingi o'tganingizni tabriklaymiz. Shuna bilan birga korxonchi baholig'chi ustozlarimizning qanday moyilligini bildirdikin chiroq besish o'tkazib 3, 2, 1. Rahmat. Mandaq deydi Dilshod ustoz. Zubayda xonim. Baholig'chi ustozlar menga moyilligini bildirib 5 chiroqni yoqdi. Korxonchi ustozlar mening naqshamni yaxshi ko'rib menga moyilligini bildirib yeshil chiroqlarni yoqdi. Men ustozlarga rahmatimni bildiradigan tariqasida bir ovozimni qo'yib bir 2 misra bir naqshini aytib bersam, shu naqsham orqali rahmatimni bildirsam deydi. Rahmat. Endi men G'o'lji diyoridan Nilqi noyasida bo'lgandan keyin bu ko'p millat to'plashib o'tiraqlashgan bir nahiyachi bu. Qozoqcha naqshlarni salpal aytib qo'ygan bir odatim bor. Shuna shu qozoqcha naqshidan bir azroq bir keltirib beray.
Rahmet. Altayдың ар жағынан келген ару, Алтайдан келе жатқан келген дәру, шіркін қасыңа бара алмадым, сездің бе жан арманым, еріксіз қалқам саған әр арнадым. Қасыңа бара алмадым, сездің бе жан арманым, еріксіз қалқам саған ән арнадым. Rahmet. Zübeyde Abdülhilal Hanım. Et Nakşanı programısının aldığınca basqışıda bahalıqçı ustazlarımız bolsun, karxançılarımızın mayılıqqa erişip keyinki ötkelge ötkönüňizni çin dilimizden tebriklaymiz, mübarek bolsun. Rahmet. Karxançı ustazlarımız qatarda ornagan Şinjan İfsar Xalqara Soçek şirketi İfsar şundaqla giysilar məsulatlarının bərpaçısı. Şundaqla muşu istan məsulatlarının bazağı sağıtısı. Qalbinur Hanımның mübarek sözlerini bir anlap bakan bolsa. Yaxşımsınız Zübeyde Hanım. Et Nakşanı sahnesiga xush kelibsiz. Bayatdan beri ili xalqining jarangliq xalq naqshini nayt yaxshi o'rnab berdingiz. Albatta bizningki baholag'uchi ustozlarningmi eng yaxshi bahosiga erishdingiz. Shundaqla 5 yil ustozning yeshil chiroq yiqishiga muyassar bo'ldingiz. Ham biz korxonchilarningmi butun chiroq yiqib sizni qo'llashiga erishdingiz. Mana bu bugungi sizningki eng chong muvaffaqiyatingiz. O'zingizni shunchalik jo'shqin, ovozingiz shunchalik jarangliqga davomli mushtaq jo'shqin holatingizni saqlab qilib, o'zingizning mushtaq yosh, chiroyli turishingiz uchun men İfsar Soçek şirketi nomidan İfsar girim buyumlarimizningki 35 yoshlardan oshganlar maxsus ishlatadigan ham shular uchun maxsus loyihalangan İfsar oqsilliq teri yoshartish yurishligini sizga sovg'at qilma. Shuni ishlatib davomli texmi chiroyli, texmi yosh holatingizni saqlab qoling. Rahmat. Bundan keyingi natijalar, muvaffaqiyatlar sizga mangu yor bo'lsin. Rahmet. Oğlum xursand bo'ldik. Keyingi o'tganlikka muvaffaqiyatli o'tganligingizni yana bir qatim tabriklaymiz. Mana shu so'zimizning dalili sifatida karxanchi ustozlarimiz qatorida o'rnagan Şinjan Xanay Xalqaro Soçek şirketining qo'rg'uchisi Fatugul xonim o'z qo'li bilan medalni sizga ispagan bo'lsa, qani, marhamat. Rahmet, mübarek olsun. Programmamız enten keskin, ciddi halatga elib berildi. Undaqda biz keyingi o'tkal baholovchi ustozlarimizni tanlash o'tkaliga o'tamiz. 5, 4, 3, 2, 1. Qani, ustozlarni tanlagan bo'lsangiz. 3, 2, 1. Qani, ustozlarni tanlagan bo'lsangiz. Men hamda o'zim ko'nglimni shunda bir son bilan kelgan, men Dilshod ma'lumni tanlagan bo'lsa, meni bir yetaklagan bo'lsa degan bir ideya. Mübarek olsun. Qani undaqda ustozlar bilan ko'rishib olgan bo'lsangiz. Tong seher gülüşü Xudoy sayra şirin canim bulbulum. Mübarek olsun Zübeyde'de. Mana keyingi o'tkalga o'ng'ishib o'tdingiz. Shundaqla 5 nafar baholovchi ustozimiz to'liq chiroq yondirdi. Unda hozir hayajonli his-tuyg'ularingizni olib baqsam bo'lamdi? Endi bugun sahnada titirmedim desem bo'lmaydi. Men shunda bir titirdim. Sahna deganning suri bo'ladi-ku. Men sahna ko'rgan odamning bir sahnaga chiqsa bir titraydigan holati bo'ldi. Lekin shuningdimi shu titrakni besib turib, endi amalimning boricha shundaq bir yaxshi bir kayfiyatda etdim deb o'yladim. Endi naqshni lekin ko'nglimdagidek chiqmadi naqsha. Endi bundan keyingi o'tganlarda texmi tirishib, ustozlarning shundaqla baholovchilarning xalqimizning kutgan umidini kutgan yerdan chiqmay deb o'ylayman. Rahmat, mana keyingi o'tkalga o'ng'ishliq o'tganligingizni tabriklab programmamizdan alayda hamkorlashgan shirkatlardan ozroq konsols baka, ya'ni Şinjan Zulnaz Xalqaro savdo chekli shirkati ta'minlagan Zulnaz markasidagi sirliq gul tamsi sog'lomlik mahsuloti, shundaqla Pinar shirkati ta'minlagan Pinar markasidagi sog'lomlik mahsuloti, shundaqla Sehrindur savdo chekli shirkati ta'minlagan turmush buyumlari va yangi iqlim biyopan texnik chekli shirkati ta'minlagan Neostyle markasidagi qo'rq yo'qotishmalimi qabul qiling.
Qadarli ko'rmalar ko'rayotganlar Urumchi radio televiziya stansiyasi bilan Okyan taratqusi birlashib yo'l qo'ygan. Baş ustam yurishi tam tetis qo'ldir tajdorliqiki, et naqshani programmasi. Xo'sh, indiki sahnimiz chiqadigan mahirimizning isbotisi zodi qanday bo'ldiganda hammamiz bilib ko'rib baqaylik. Yaxshimisiz Abdug'upur? Yaxshimisiz. Aldida ekranli ko'rmalarga bir salmoningizni yo'llayting. Salom ikkalamiz barcha ko'rganlar, barcha azizlar. Men Abdug'upur Abdulsizlarga o'tliq muhabbatli salom. Abdug'upur, bizning shu yoshlarımızning arasida balki ta'sir qo'zg'agan bizniki nayt bir yaxshi naqshchimiz. Ko'ngil so'zingizni bir anglab baqaylik. Rahmat. Lekin bu Eid Naqshan degan program bek yaxshi o'tdi. Bizda mesela terishayotgan, o'z kasbida izchil izlanayotgan yoshlarimiz uchun bek yaxshi san'atda shu munosabat bilan sizlar chin ko'ngil rahmatimni bildiraman. Shundaqla shu navbat Abdulla Abdurim ustozningki iltijo deymiz naqsini olib keldim. Barcha azizlarimizning yoqtirib olishini chin dilimdan umid qilaman. Abdug'upur undasa bugun ham sahnada bir chang chiqarib, Baholovchi ustozlarniki hamma sangchiliqini qaytirib akilib, keng o'tkalga davomli o'ngishli o'tishingizga chin dilimizdan tilakdoshligimizni bildiramiz. Undasi g'ayrat qiling, qani, sizning marhamat. Alam vermez bana bu hasret, fakat bardır bir hıyal bir fakat bardır bir hıyal bir Ötünüşüm sana azize, bir sen için yaşayayım Ötünüşüm sana azize, sen için yaşayayım Beni taşla gitmem dime Küzlerimden yutmam dime Beni taşla gitmem dime Küzlerimden yutmam dime Biçarenden çiçeğimden dime Ben sen için yaşayayım Belki mendin rencigine uğrar Sebebini bilsem kim kıyar Belki mendin rencigine uğrar Sebebini kılsam kim kıyar
Bir sen üçün yaşayığın Biçarenden sana iltimas Bir sen üçün yaşayığın Bir sen üçün yaşayığın Salam barcha ustozlar, salam barcha korxonchi, aziz mehmonlar. Men Abdug'ofur Abduddin sizlarga muhabbatli salom. Rahmat. Salam Abdug'ofur. Salam. Xush kelibsiz, qarshi olamiz. İltica nomliq naqsha. Men bek yaxshi ko'raman bu naqshni. Shundan yaxshi aytdingiz. Rahmat sizga. Baholovchilarimiz qanday baho bergan, qanday anglab boqqan bo'lsak. Abdug'ofur xush keldingiz. Rahmat ustoz. Mushu sahnada ko'rib shunday xush bo'ldim. Bir yer ko'rganda qilamiz. Abdug'ofur biz kasbdosh Abdug'ofur bilan. To'g'ri. Yaqin do'st. Endi Abdug'ofurda o'ziniki mushu go'zal, chiroyli ovozi ham talantidan boshqa yaxshi bir xislati bor. Bu nima deganda, mana mushundaq katta faoliyatlar, mushundaq programmalar bo'lsa, mushu fursatni hargiz bo'sh qo'yib yotmaydi. Shundaqmi? Rasman? İnsan bir kasbni so'ygan ekan, mana mushundaq ruh bo'lish kerak. Xo'sh, vaqt olmay, chiroq berdim. Rahmat ustoz. Abdug'ofur. Ha, Abdug'ofur. Salom ustoz. Hoya oda demaganda dema. Men qo'rqib ketdim. Men mishat o'tirib qolgan yerim bor, sizdan o'rgangan diyorlarimiz bak chiqqan. Shunda yaxshi o'qibadingiz. Dilshod kamning gruppasidangiz va Ipak yo'li sadosida. Men buni aytib, men Ipak yo'lidan chiqqan, men shu nurg'un faoliyatlarga musobaqalar qatnashib chiqqan emas. Men sizni shundan yaxshi bilaman. Shu Pavguyda ipyoni sizga berma. Jijo deymizg'u, hech qanday narsadan kimning nima deyishi bilan kari yo'q. O'zining degan yo'lda ma'nogan shu jijolig'ingizni men qo'llayman. Mush cho'lpon molimning kamtarligidan men o'g'inaman. Abdug'ofurjon, xush keldingiz. Salom ustoz. Salom boy. Ayt naqshani sahnamiz xush keldingiz. Rahmat. Bunu iltijo degan naqshamda Abdulla Abdurahim akamiz ustozimizningki ijrosida biz anglaganda haqiqatan ushaq agilmalar intayin jiq tizginlash intayin tas bu naqshini. Bo'labmi shunda benzu sal bo'shroq ovoz ham qoplab yongan ovozda aytadigan shunda senda aytish texim taschu. Muborak bo'lsin. Men albatta chiroq beraman. Ijroyingiz, o'zingizning taqdirqi, sahna qiyofati sizning keyingi qadamga menishingizga arziydi. Rahmat ustoz. Rahmat. Xolida ustoz. Abdug'ofur Abduvali. Salom ustoz. Xizmatdeshim, xush kelibsiz. Bu programmaga qatnashganingizdan intayin xush bo'ldim. Sizga gap ketmaydi-ku, siz sahnani to'liq ko'rib pishib ketgan naqshchi. Rahmat ustoz. Muborak bo'lsin men sizga. Chiroq yandirdim. Rahmat ustozlarning chiroq yandirganiga rahmat aytamiz. Men sizga chiroq dilayman. Bashtapar ustozniki Abdug'ofurni qo'llab chiroq berganiga rahmat aytamiz. Qo'shina qo'sa, bizning korxonachilar vakillarimiz Abdug'ofurning naqsini yaxshi ko'rdinglarmi yo'q? Haqqini bir sizlarning maylig'inglarni ko'rib boqaylik. Marhamat. Mana yeşil chiroqlar yenib ketdi. Korxonachilarimiz sizning naqshingizni shundoq so'yib, anglabdi, yoqtiribdi. Ularning maylig'ini qo'lga keltiribsiz. Xo'shundan qo'sa biz korxonachilar vakillaridan Urumchi Uzbay Savdo cheklik cheriktining qurg'uvchisi bo'lgan Mardan apandimning ko'ngil bayonlariga bir quloq solib bo'lsak, qani marhamat. Yaxshimsizlar, hurmatli 5 nafar bog'lovchi muallim ustozlar, ananikin men bilan bir qator o'tirgan darajalik korxonaninki liderlari, qurg'uvchilari yaxshimsizlar. Abdug'ofur, qanday ahvolinglar, yaxshisanmi? Yaxshi, o'zinglar yaxshimi? Men sizning naqshingni bak yoqtirdim endi. O'zim shaxsan sahnada o'tirgan tomoshabinlarni ekranda ko'ringanlarni yoqtirib olishini umid qilaman. Amki bundan keyingi tanlashinglarniki to'g'ri tanlash ilib berib, bundan keyingi naqsh kasbidagi sahna hayotinglarning texmo utuqliq bo'lishini umid qilaman. Lekin bizningki Urumchi Uzbay Savdo shirkat nomidan 2000 yuan qiymatidagi balla ozuqlari, kalsiy va oqsillar yurishlardan 2000 yuan qiymatida tanlab iste'mol qilishinglarni
ko'ngil so'z qilay. Rahmat. Rahmat. Keyingi musobaqa bosqichiga g'alabalik qadam tashladingiz. Shuningki, namoyandasi sifatida biz tuvanda Xinjiang Namuna xalqaro savdo cheklari sherikatining qurg'uvchisi bizning go'zal Namuna xonimni sizga o'z qo'li bilan medal taqab qo'yishga bir taklif qilgan bo'lsak, qani Namuna xonim, sahnimizga marhamat. Abdug'ofur muborak bo'lsin. Sizni qutlaymiz. Rahmat. Namuna xonim, sizga rahmat. Rahmat sizga. Unda bo'lsa, demak, keyingi qitimliq musobaqaga siz cho'qim utuqliq qadam tashlay olasiz, lekin shu tashlash jihatida meningcha yetakchi ustoz bo'lmasa qat'iy bo'lmaydi. Chunki ustoz hamma ustoz. Shunga 5 ustozning orasidan birini tanlaysiz. Men tanlash olsa 5 ustozimni tanlab, hammalardan bilmag'im bor. Dedim, birini tanlaysiz. Programmasi. Navbatda elini suygan, ko'z ko'rgan talantli kompozitor ustozim Dilshod Anvar avamisini tanlasam. Rahmat. Dilshoddan ko'ngil to'yg'anti. Men qarabdi bilgan. Qo'shna qolsa Dilshod ustoz yana bir yaramli shogirdingizni qabul qiling. Qani, Abdug'ofur, sizga utuqlar tilaymiz. Ko'zlarimdan yutman dema. Tuanda maydonga chiqmoqchi bo'lgan mahirimiz kimdi? U bizga qandaq naqsini yeb kelgandi? Uning naq maydondagi mahorati yana qandaqdi? Biz tuandagi mahirimizning yaqinliq naqsiga quloq solaylik. Yaxshimisiz Mehmet Abdulla? Yaxshi. Mana hozir sahnaga chiqish oldida turyapsiz. Unda siz hozir hissiyotlaringizni anglab olsam bo'ladimi? Yaxshimisiz kanaldagi barcha ko'ruvchilar, hammaga uchun xayrli bo'lsin. Xotin kelgan Mehmet Abdulla Qurban sizlarga bo'ldi. Salom va alik ehtiromlar bo'lsin. Bu sahnaga chiqishimga birdan bir orzuyum. Bu ustozlar bilan kichigimdan san'at qiziqib kelib hozirgacha cho'ng utuq qozonib arzu armonlarimga yetish uchun, shunday o'zimning talantini ko'rish uchun musanaga qatnashay deb keldim. Undan so'ng keyingi bosqichga o'ngishli o'tishga ishonchingiz bormi, yo'qmi? Bor. Undan so'ng davomli qutuq omad yor bo'lsin. Keyingi o'tkalga qutuqli holat o'tkaysiz. Qani, sahni marhamat. Seni yıraktı dep anla, bilimni seyli dep bağla, bilimni seyli dep bağla. Seni kelmeydu dep anla, vay vay yaman güzel yığla. Seni kelmeydu dep anla, vay yaman güzel yığla.
Yaxşımısınız ustazlar, iyi kanalda görürmenler, bağlıqıcı, karxançılar. Həmmanglar bu vaxt xeyirlik bolsun. Xoten gələn Mehmet Abdullah Mehmet Qurban sizlərə ulluq salam və ali ehtiram. Yaxşı. Mehmet Abdullah Mehmet Qurban. Bağlıqçılar sizə qanday baha berdigan, qanday bir anlab baxaylı birlikdə. Wang Jiangjiang 导师从您开始吧。Mehmet Abdullah Mehmet Qurban， 阿班的你好。你好。我刚听了你唱了一个那个《恰恰纳夏白牙湾》，这个也是一个特别经典的一个歌曲。我觉得那个音色也比较合适。唯一的，我觉得可能今天的那个伴奏，可能是不是网上下载的伴奏？这个，可能这个伴奏的话，有一点不太适合你的这个演唱的这个感觉和这种节奏，可能会有一点，我个人感觉。如果平时你跟朋友一起，如果用乐器演奏或者guitar bilan， 就是吉他唱的话，可能那种效果会更好，我觉得。所以没办法给你这个灯，但是我觉得你的这个精神特别值得我学习，就是这样，谢谢。好，谢谢。非常感谢。Halide Ustaz. Abdan tudunuz. Yaxşısınız. Qancha yaşga kirdingiz bu yil? 18. 18. Menimcha 18 yosh texi baliq endi 18 yosh. Güldek yaş çıkmaz dedik. Bu naqshining qiyinlik darajasi xeli bor. 18 yosh kirib turib bu naqshini aytmoqmi oson emas. Hozir men qarasam sahnadagi kiyim-kechaklaringizmi xeli ajr singdiribsiz. Bu naqshini asosan yaxshi aytdingiz. Beshidagi birinchi, ikkinchi misrasida puraqni dal joyiga apramay qolgan yeringiz bor. Bundan keyin yana mush o'tgandan yaxshi o'tib qolsangiz, o'zingizning yeshig'mas kerakdek sho'x jushqun naqshlarni tanlasangiz degan umiddaman. Men siz uchun bir chiroq yondiray, muborak bo'lsin. Rahmat chiroqingizga. Dilshod ustoz. Mehmet Abdullah Mehmet Qurban. Ya, mening ismimda murakkabga inimning ismi. Salomat keldingiz. Sahnamizga kelganingizni qarshi olamiz. Rahmat. Bayavan degan bu hammamizga tanishib qo'ygan naqshini ham darholda mush o'zining yeshig'iga nisbatan yaxshi aytdi deymiz, o'zining yeshig'iga nisbatan-chi. Hamda ma qolgan ovoz ilmidagi masalalarni cho'lpon ma'lum deb bersa, men hamda mush bir qitim bir deb mush boshqa ma'lumlarning bog'lashiga beray, chunki mush inimizningki bunday keyingi musobaqalarga hamda rasmiy to'liq qatnashib bo'la olishiga men toza o'zimga ishonch qilolmadim-chu. Shuni men chiroq yondiramadim. Bundan keyin do'stib bitamda. Shunda. Ha, do'stib o'tgaysizlar. Bo'ldi. Rahmat. Qudrat ustoz, sizningki fikrlaringizni anglab baqsaq. Mehmet Abdullah Mehmet Qurban efendim, hoş geldiniz. Rahmat. Cesaretinizga barakallah. 18 yaşınızda muşu et naqshonidan iborat katta bir sahnaga kelarliginingizning o'zi cho'ng bir g'alaba. Ham noiti tunishliq bo'lgan, xeli murakkab salmog'i bor naqsha deyishki bo'ldi mana naqshimcha. Yaxshi o'rildingiz. Sizning jasoratingizga men rag'bat bir chiroq beray. Rahmat. Cho'lpon ustoz. Biri. Rahmat. Qanday qo'sa karxonchilarimiz bir chiroq yondirib baqqan bo'lsanglar, marhamat. Mehmet Abdullah Karam karxonchilarimizning hammasi sizga chiroq yondiribdi. Undan qo'sa biz karxonchilarimizdan Xinjiang Mehirlan Soda cheklik-chekligining qurg'uvchilaridan bo'lgan Xonqiz xonimningki ko'ngil bayonlarini anglab baqsaq, qani marhamat. Salam baholg'uvchi ustozlar, ham barliq karxonchilar, hammalarningki mesh vaqtinglar xayrlik bo'lsin. Salam Mehmet Abdullah Mehmet Qurban. Ukam yaxshimisiz? Yaxshisiz. Sizningki mushu hamda meni inim dematlikkansiz, meni mushu vaqtlarda mushakil bir sahnada hamda g'ayrat qilib naqsh etmoqimiz haqiqatan bir mushkul bir ish bo'lib, jiroq bir shutdan atlab kelish. Sizning bu g'ayratingiz haqiqatan men qoyil bo'ldim. Barakalloh. Bundan keyingi sahnalarda texim chaqnishingizni, texim utuq qaznishingizni chin qalbimdan umid qilaman. Rahmat sizga, ko'p rahmat.
Andaki yana bir gepim, Mehirlan Soğucak şehrimizin namıdan, barlıq vokalçının namıdan sizni təbriklayman. Ondan başqa ananızga azraq köңül soğan ba, sahnedən çıkıp bolğandan keyin şu köңül soğanını, yani ayollarga şıltılğan sağlamlıq məsləhətimiz var. Ağ sahnədə soğat beyim elvasınız buldu. Buldu, rahmat. Rahmat sizga, ko'p rahmat. Ana tuanda biz Şinjan Namuna Xalqaro savdo chekishirining qurg'uvchisi, shundaqla Namuna girim buyumlari markasini maydonga keltirguvchi bo'lgan Namuna xonimni o'z qo'li bilan sizga medal taqab qo'yishni taklif qilsak, qani Namuna xonim, sahnamizga marhamat. Mehmet Abdullah Afgan mübarek bo'lsin, sizni qutlaymiz. Endi keyingi bosqichda siz yana shundoq o'ng'ishliq yana bir bosqichga o'tishingizga 5 nafar baholovchi ustoz har jihatdan yetakchilik qila oladi. Shularning orasidan siz birisini o'zingizga yetakchi ustoz tanlab olasiz. Naqshani programmasi. Xolida Imom ustoz. Xolida Imom ustoz yana bir anayda umaq tirishchan shogirdga ega bo'ldingiz. Sizning qarshi olamiz muborak bo'lsin. Mehmet Abdullah Qurbaniyimizdan bo'laman keyingi bosqinlardan o'ng'ish bo'lishiga tilakdashmiz. Muborak bo'lsin. Bilimni saylidab bağla. Mehmet abla mana keyingi o'tkalga o'ng'ishliq o'tdingiz, hayajonlanamsiz? Ha, hayajonlanibman. Chunki men kichigimda bu san'at qiziqib, shunchalik bek tirikchiligim bordi. Unda natija qozonamda bo'ylab baxmaga. Lekin shunchalik xo'sh bo'ldim. Uni qo'llab kelayotgan ota-onam, urug'-tuqqanlarim, do'st birodar, rahmat aytaman. Rahmat sizlarga. Rahmat, mana bugungi tunji sahnangizda natijaga erishdingiz. Keyingi o'tganlarimiz texnik murakkab, texnik yaxshi tayyorliklar bilan undan so'ng keyingi qitim sahnada ko'rishimiz. Yana bizning baholovchi korxonchilarning mazraq Kyon So'z Bakay Mehlan savdo chekish shirkati ta'minlagan Mehlan markasiga ayollar salomatlik maslahatı shundaqla Yashil hayot savdo chekish shirkati ta'minlagan Balla Parviz yurisligi shundaqla yangi iqlim biofan texnika chekish shirkati ta'minlagan Neo Style markasiga qo'rq yo'qitish malhimi. Shundaqla Zumnas xalqaro savdo chekish shirkati ta'minlagan salomatlik maslahatlari. Qadrli ko'rman do'stlar, Naqshani programmamiz ana shunday. Yuragida o'tpa, jo'shqin hayotiy kuchga ega, naqsh aytishda talantim, mahoratim bor deb qaragan barliq har millat qarindoshlarga har vaqt keng quchoq ochadi. Biz sizni mushu sahni saqlaymiz. Sizning tayyorligingiz bitdimi? Xo'sh, bugungi programmamiz bu yerda oxirlashdi. Keraksan programmamizni ko'rishaylik. Keraksan programmamizdagi jalbkor mazmunlar har vaqt sizlarga sunildi. Xayr xo'sh.